man kelganda na ketindikin tavni odimmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimiz. Navro'z bayramimiz hammamizga ma'lum. Yaxshig'imi, yomonlig'imi, boyg'imi, gadoyg'imi hammamizga o'rtaq bayram. Endi mush kechiligimizga bizning artistlarimiz elning talbiga binoan qisqagina 2 kun ichida yuqoridagi nomerni tayyorlab chiqqan. Jumladan Aysa otamning uyidimi bugun Navro'z? Xo'sh, unda bo'lsa shu Aysa cho'ngning uyida qanday Navro'z bo'ladi? Hammamiz o'rtaq bir ko'rib baqsak, bular ko'pincha bu yoqdan chiqadi. Bu jidalga men aralashib qolmay, en yaxshisi men ishtigirak men moyoqdan chiqdi. Qani o'zirlag'aysizlar. Ey! To'xta ukam. Men sana dedim-ku bir yaxshilik bizga oldiq qilyotdi deb. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanday Davudga ahvoling yaxshimi? Tinch tuzukmi? Xeyli obdan. Ichim yaxshi. Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Oy. Navro'zmi bugun? Ha? To'xta. Qattiq bir ish bo'ldi qanday turdi. Navro'zni billa o'ynaylik ukam. Ya, billa o'ynasak bo'ladi, mana bugun ham men sal aldirash. Televiziya stansiyasi bo'lmasam bo'lmaydi degina. Televizor televizorga chiqaymi? Bizdan yerlik mashrablarga qatnashmoq ukam. Ya, men qatnashaman. Ma'qul degina. La akam gap yoqdaysan bu dalanza. Yoqdimidi? Mong'aydi. Unaydi. Qo'lingdan kafta. Endi men sana bakadi bunda gap qilmayman qara. Endi bir ish bo'lmasa sen men xijil qilmayman. Ishni cheka ukam. Emaschi men ish bor uyda. Mana shu mana. To'xta, ha? O'tama yoqqa ukam. Ba, Davudga. Ey, ovozingni chiqarmag'ina o'la, uyda borsan. Sen ochamsan, men ochamman. Jipafka mash. Chiqqan yoqqa. Davud akam. Assalomu alaykum. Vallahi ko'rishing. Assalomu alaykum. Chugidi. İşte hafta bo'ldi-ku, seni bilan ko'rishamiz. Ya Davud aka, qara, stol besilib. Bir hafta oldu stol besilib. Stol besilib. Mush tarafim besilib. Vay. Yomon. Böyle dikkatsam cho'sami? Nalari og'ribyapti-da? Mush bir so'ng mush boshda. Ma'lika tal deymizmi? Ma taraf. Qandoq? Voy. Meni ko'rib saqayotibsan nima? Ya. Başlamamsa bizni. Kelinglar, o'tiringlar. Ha, vaqt. Kelinglar. Sakilasan. Mana. Kelinglar, o'tiringlar. Ama Beka. Bağçıdan o'g'irligan o'rindiqlaringni ko'ray. Bugün keyfim to'lib, mush bir inqilobga boshlab, inimni agashtirib kelyapsam, men shaxsiy inim Navro'z demamda. Navro'zning yuzi esa bo'lmasa seni bugun bog'lab, qo'shnimni ishtig'i bir talit boqay degan. Stol besilib. Xudoyim jajani berdi-ku sening. Bo'pti, bugun Navro'zning yuzi. Seni yo'qlab keldik ey. Rahmat. Seni uchun ish talab etibdi deb yo'qlab keldik. Ya Davud aka, tan gap qilmina bo'ldi. Men seni apul so'ray, tajin so'ray. Bo'ldi, gap tugdi. Men maballarni bir tunishtirib o'tay. Akanglar esa Davud malimizning yaxshi yigiti. Rahmat. Men Davud akam palta. Menga tunishlik qo'y men o'zimga. Men inimning ismi. Assalomu alaykum. Aysa aka. Voy, to'xta. Xudo yaxshimsan, o'g'lim yaxshimi? Ya Muhammad Jamshid dedi, mishrabdimmi? Nima aytding? Mishrab. Men xetini o'chirasiz. Men bir xetim oldu. To'nib oldingmi? U yoqda denish yo'q, ajab to'nib oldingiz. Qarningni ko'rmamasmi?
Denşini bakağın oydu gördü bu. 3 vaqt tamaq bakağın oydu. Bo'ldi. Ma inim sen dikkat qil, tuni o'lib jo'ndaydigini ma o'zi. Ma inim o'zini shaxsiy. Shu shaxsiy deb turdi. Yomon o'riqlab ketdi bu. Bu inim U tayğanqo bu tayğan. ma inimga o'zimni men uchun jinni berdi qaynim. Ha, shu jinni belgilab qilib o'zim. Shap. Shap qo'ydimi? Ma u Reymjon qon degan. Ey bu Davudkandan gapingni anglagan akana qo'lingni. Voy Reym qon degan senmi? Yo Reym qon desin. Bu da yo'g'on odam desam, mandraqni birdimkan bu. Ha, chaqchaq qo'ydi. Mandraq bo'lgan bilan odamlarning yo'g'inini jo'ndaydi. Senmi yo'g'ini-ku? Unamaydi. Ha bo'ldi. Endi seningdan bir narsa chiqmaydiganligini bilib, meni ag'ash keldi. Ushaq narsalar bordi. Voy bu foto yo'q edi, ushaq narsa ish qildi aka. Seningda nima bor? Issiqjon bor, uy bor. Ya to'xta. Bak. Tiqib qo'ygan bir nima bor, 2 yil bo'lgan hech kim menga. Achqa, nim bo'lsin. Mashina ostida. Mening bor buningda. Mana. Nan. Ey, Eng ulug' yemeklik. Qara. To'xta. Mannanni men to'nig'amdek qilman. Bu to'nisa to'nisa qizil kelgan vaqtimda sen o'shtamay ketganman. Ammo o'shtayman men bugun. Ya bu birini ko'zini quyib olsa, ya. Ko'zini quyib olsa, Dotaka. O'shtib. Voy, bu ne o'g'il o'shtamaydi bu. O'shtafkapsan. Ha, sen o'shtamsan, qanday o'shtam bunda. Operin. Oho. Operin inim ey. Bayadi bakacımı. Mana qara, nanni ne o'g'il valla o'shtamgan nan. Buni o'shtib etding ha. Va, mana shu bayadi bakacım. Aysa, bu nanni vaqo kushtimaydi, qara, men vijdon ushtaydi o'zim, vijdon. Hozir vijdon nan o'shtaydigan bo'lib ketdi-da. Afkam. Buning da bir nima chiqmaydi, akagalaring to'ka bo'ldi. Sen aldırmaydıgan safkam ha? Voy bu ne? Abla bu yaman hicret kıldın ha? Davudka. Elinglar tatılmanglar. Aysa akam bilan obdan ko'rishdim. Sizlar chiroyli o'tiringlar, meni rast ishim bor, men menga beray. Ha, o'tirishni boshlamay turib nima ko'rsa? Voy. Ha, bo'ldi, manda qilay qara. Senmi kep qapsan? Bizmi kep qapdik? Ana buni qitlamışadi bir ulug' No'ruzga. Bir No'ruz o'tkazmaymi ha? Jin. Ha. Bir odda qilib bir mashrab qilib berasan, mirshab bo'lgandiki. Keltirib etdim. Yaman keltirib etdim. Nishadilma? Voy bo'laverdi. Mashrab. Da mashrab bo'lmasmi? Mashrab. O'tkazyapmiz. Ya baba, men no deb. Ma gapim qanday? Qafta mashrabni boshlaydi ama Abdü bu rayonniki mishrab bilan ben qattiq qilib o'tkazdilar meni. Hop to'g'ri dedi men. Qanday o'tgan? Jin gap qildingmi aka? Qo'pa boshlig'ini jipida jinglisigacha. Ya bu qanday qo'pdim. O'joq ochiqman, adashganman. Qopimi qilam, boshla. Voy. Ha, mana. Tamam, Davudga boshlamdi. Assalomu alaykum, sho'g'il. Birimiz 10 ga tetgandan keyin 30 dala. Tamam. Assalomu alaykum, 30 o'g'il. Hurmatli mashrab akli. Bugun qutlug' No'ruz bayramiga basqan qadimlar ziyo yetmagay. Bugun men cho'ng Aysa akamning uyiga yig'ilib qoldik. Chiroyli mashrab uyushtiryapmiz. Kagininglarga qizg'in qarshi olamiz deganki chavak borchu bu yerda. Chavak. Mashrablar chavak chalamiz bunda. Xo'sh. Unda olsa bu 75 ni sayla. Oy, sen saylamısanmı şu mahallede tug'ilgan yo'g'i? Saylaqliq 75 bor. Denshlikda boshda 2 minut chavak chaqizatdan sen. Salamsizlar? Kelinglarmi siz? 2 minut. Chavak. Keltirib etdi. Ha. Mahalle saylab qo'ygan 75 saylamısan bo'ldi. Ba mana. Hesapmi? Hesap. Unda tunishtirib deylik 75 ni. Elning ichida nomi bor. Jup qo'lida paltisi. Tankilanmas buningga nochilardan oltisi. Keltirib etdi.
Aroq desa, men deydi. He. Jidal desa, men deydi. He. Noqchilik yuz bersa, nima deysan sen deydi. Hadi bo'ldimi? Keltirib jimo. Qaltis keltirib aytdim. Xo'sh. Unda olsa, mashrifimizning tartibi bo'yicha 25 ni so'zdak. Shabak. Shavak. Ishga qizga qo'y bo'pti. gap Bo'pti sen qizim o'ydi bugun. aka, Mashrab o'tkazayotgandan keyin sen Esil jima ishga qizga qo'y. Yo'q, endi men nima deyman? Men endi Qaltis. Ya mashtaq so'zlab aytdingizmi? Mana mashtaq so'zildim. Yaxshi so'zildi, yaxshi so'zildi. O'ta. Yaxshi. Bo'l sen ijozat beryapti, sal davatgina. Başlasam icazatmi? Davat. Xo'sh. Unda bo'lsa No'ruz bayramizniki Aysa So'ri mashrifi rasmiy boshlandi. Rahmat. Qaltis qildingizmi? Davtga mashrab boshlandi, men menga yurayam-da. voy o'tag'ini boshqa qo'yib kelsam mashrabni qanday o'tkazimman? O'tiray. Qan apirib qo'ysinmi ya? Ya bo'ldi, ben O'z o'tiray. mobil olib qo'ysin. Ya Aysa akamning qiziq gaplarini anglaydi. Ha gapim bo'ldi. Men mashrabni chiroyli boshli bo'ldi. Ham oz bo'lsa meni bu ko'p tavob qilib bunda yurgizgach. Ha bo'ldi, miqas. O'shanga. Ha mana. Osh tamamsa. Aka men ochayman. Men sen qolib qolayman. Va Davudga bu mashrab aroqchamda. Va ukam hozir ba'zi mashrablarda ichidimi shuni? Biz do'rimayli ularni. Uni ustiga men Aysaning uyi. Bu bo'lmasa qanday bir gulga keldi. Ashtam. Qo'y. Men o'zim qilib bersam deyman demiş. Sening qo'ling yig'i. Jutimi yo'g'on narsa sen ishki jutib tugatma buni demoqchi. Keltirib aytding jima. Xo'sh. Ashta qildik hamsa. Anda bo'lsa men nima ishni esa vakolatan. Sizdan vakolatan hamda hammalarning qadimiy vakolatan shuni vakolatan bir ish Yaxshi gap, mo'shunday gap qilib aytding. Ish o'tgan. Bak tezga qil. Nim qil. Voy, buni yemaydi, buni sho'raydigandan bu. Voy, bu tosh qaylangandan bu. Buni ashulaqa asariyatini oladigan yerga sotmadimmi buni? Necha yil saqlagan non. Bu qurtdan bu, buni uchun buni qurtgandan qurtdan. Buni sho'raydigandan bu. Ana sho'ra, non sho'ra. Quyaman uni, quya. Ma bo'lmaydi. Mayama jiq ketdi. To'xta maniga. Kirkir o'ynaymiz, quya. Na vallahi yig'ir ketadi mana. Xo'sh uka. Sonsa. Bizga keldi ma. Ey. Baba. Ya. Yep qo'ygina bo'ldi. Buni olib qara, buni esa uxmidon. Buni jiqtob mana. Mana. Boshdan chiqdi. Men ko'zib qo'ydim. Quya bo'ldi. Sening navbating yo'q. Quya. Mani o'zim ishchimi? Ya Davudga men rasli o'zim tutsam. Evet. Bol beka bashar ko'ngil chiqib. Davudga men. Voy, orom tushdi ba, voy, mal. Voy, bu xuddi shakillar yeganda qilib buni. Bir shabda deydigan qilib qo'yding ha, rumkini. Menning o'zangim qo'yib. Mafkama. Muhtaramjon. Imjon qon ukam. Men ishga qiz gap qilib ketdi. Meni shunday ishga qiz so'z qilib ketdi. Davud aka, men ishga qiz gap qilay. Voy, bo'pti. Bugun meni uyimga mana Rimqon degan inimiz bilan mana Mishrab nima? Mishrab ishga qapti. Shuning bilan bundoq no'chi bolalarni biz uyga kelmik tas. Shuning bilan ko'nglimiz yaqinligidan, xo'shalligimizdan bir qo'shilib qo'ydaman. Yaxshi gaplar. Yaxshi. Men sen eshitdingmi? Buni nima qilsa aytsa meni og'rig'im. Akaya, hozir ben bilan. Qo'y. Ukamni yuzi bo'lib qoldi Aysa. Bo'l, qo'ygan bu. Hammada sening degan bo'lib ketamda. Ko'ngil qoldi buni. Meni o'chirtibmi shu. Bu qanday seni o'chirdim oldi, meni o'chirdim. To'g'ri, seni o'chirdim. Sen adil bir taraf qilsa emasmi shuni dapaq. Adillik desa jinimni berishim. Mana. Akaya, adil bir taraf aka. Adil. Gap yo'q, adil bir taraf qilay ya. Tepishmoq deyman, topsang ichsa. Ma'qul. Ha. Topamsan, uzamishchiman. Ha. Xo'to yamanmi, dushmanmi yamanmi? Xotin yomon. Qanday xo'to yaman? Yomon xotin yomon.
Shu yomon, qanday yomon deyapman. Mushta yomon. Addegina. Masalan, xuti yomon. Masalan, 18 yosh kirgan bolani to'y qildiganga hukumat ruxsat qilamdi. Ya onun qilmaydi. To'xta anglab Davud aka. Harbiylik berish ruxsat qilamdi. Onun buldu. Mana demak, bir o'g'il 18 kirib, harbiylikka berib, dushmanga taqobil turishni o'rganib, so'qish, o'shani ular irish, dushmanni mag'lub qilib, 20 necha yosh kirib kelib, ana degan xotni oldi. Demak, xoti yomon. Topdimi? Qapqa o'xshaydi. Bu da birin deyman sana. Bo'ldi, topdim, bo'ldi, endi topmay. Ya topsa, Topmay, bo'ldi. topsa. Ma'qul topmay. Topamazsan, toyg'ingni yeysan. Ma'qul. Topalamsa. Xotin yaxshimi, aroq yaxshimi? Aroq yaxshi. Qanday aroq yaxshi? Aqaroq mujda yaxshi. Qanday yaxshi deyapman. Masalan, do'konlarda aroqni sotadi. Sotamdi aroqni. Sotadi. Xotinchi. Sotmaydi. Masalan, 4 o'g'il olib birga o'tirib, bir bo'tlik aroqni bo'lishib ichtamdi. Ichidi. Xotinchi. Masalan, sen pul topmasang, aroq xapolamdi. Ya o xapolmaydi. Xotinchi. Xapoldi. Keksa aroq ichib qirmas uyingga borsang, seni aroq qo'g'lab chiqaritamdi. Chiqamaydi. Xotinchi. Chiqardi. Aroq yaxshi. Ya akka, Ay, ko'nglim buzmagan xotinning deb chiqsin yig'lardan olib qoldim. Davudga ne sokağa? Ya Davud, Ko'nglim buzib qoldi. Davudga kashf ketdi, men seni apri qo'ygash, men ketay yo'limga. Ya to'lib olaqshimig'na. Ya men bilan qolsa xotinda. akkamga nima dedi? So'rni bosh qilmamsa. Birdan bizni qutlatdingmi? Men dedim. Bak qanday qilibanda? Jinim Davud. Shirin. Voy. Va sizlar mashrab o'ynamsizlar, jidal o'ynamsizlar. Mashrabning qoidasi deyotgan. Bu jidal o'ynamsizlar. Bo'ldi. Ya ben Davudqamni yig'latib sizlar. yig'ilmasammi bo'ldi-ku. Men gap qilaman, men mirshab bo'lgandikin ha. Gap qilay. Ha, manda qillar Davudga, men mirshab qo'y ha. Gap qilay ha. Bo'l gap qilib. Ha, ma Aysa akam mashrabimiz kelib qopti. Men nomer o'rlab beray deb talab qilyapti. Ha, bu chavakchilik nomer qo'zg'amaydimi? Voy, sen qolibsiz-ku. Mashhurimiz kelib qolibdi. Sen kelib qolgansan bu yerga, men kelib qoldimmi? Voy, ma'qul degina aka. Ma'qul. Ha, bo'ldi. Men baqo naqshid beray. Ben naqshid beray. Naqshid. Qapqarada it beraymi? Ashli. Qapqarada qashlarim, to'kiladi yoshlarim. Ey, men seni yolg'iz desam, chiqqan bu adashlarim. Va naqsha bo'lgan naqsha. Bu qo'pqiliq qilgan-ku, bu o'tog'im dedi. Aytay. Men seni pana tatib, ayvaningda yatayman. Davudning dadini azdab, sening dadin. Ey, o'tira. Lan, O'tta. bu gap so'ngmi? Yaqma, bo'la arzim bojim akka. Mirshaqda. Mirshaq. Va. Ha? El norozga. Norozi bo'lsa, bosh jazo qo'lmaylamsan. Voy, nima jazo qo'llansa, bo'ldi, men qipiryapman. Aka, endi she'r o'qib beray, bo'ldi, she'r o'qib beray. Bugun meni uyim kelib qoldi. She'r o'qib beraymi? Ha, ma'qul. Uyimga kelib qoldi Davud do'stim. Birga kelibdi mening ishga inim. Bu shular bilan birdan menimdan ko'ngilli o'tadik. Ha. O'qiyapman, qanday bola bo'lib gapsanmi? Va, qirg'an nima? Jazoga loyiq ekansan. Ya, eshitib tushunmadim. Qanday o'tasan, asosda tushunmaysan. Va, qanday gap bu? Jazoga loyiqmi? Jazolayli akka. Mashhurligimizga kelaylik. O'zim Bizam jazolasam bo'lamdiki buni. Mashrabda jazo bordi. Ha, jazo bor. Voy, endi men jazolayman. Ya, Davud. Voy, o'tirib turib. Bularga degina. Ba mashrabda ham jazolda anda tan jazosi bermayli. Tan jazosi bermay boshqaroq jazo berayli. Manda qilaylik, bo'ldi, manda qilaylik. Boshda bir gulchay murosini o'tkazib o'tdi. Anadagi jazolamsizlar, o'ynamsizlar, anadagi davom ettirmamsizlar. To'xta. Jazolig'ini bo'lmaydi ekan.
Unda şu cezanın o'rniga Gulchayni mush o'tkazyapsiz bizda. Hayır aşmalı kısım şu bolmağam da. Voy mana bizning uyda mashrab bo'lyapti mana yana men Gulchay olmayman. Ey, marketim desa mashrabni maslahatchi edi. O mashrabchi o'z yolg'iz kelsan unda nima ish keldi bu tayqaldiring. Oho. Ben maslahatchini qanday o'tkazman? Ya Bak, ikimiz kalsak ne boptu mega? shu mashrab degan 30 o'g'il kambus bo'lamdi. Bo'lmaydi. Ha bo'ldi qo'y mana tushun dedim qo'y. Qaram qoldimi? Men shu gap qo'sha. O'tkazolaman Gulchayni. Aysa aka ma'qul deb o'tkazib olaman. Ha unda olsun nima qilgin? Chak tatayloq. Tatsak tatlıca. Meşrep çek tat. chak tatdi. Evet, tatlı. Meşrep çek tatmış. Meşrep çek tatmış, çek tatmış. Tatlı. Değişik köygen oldu mu? Kapaklı da çek tatlı kandı. Qopoq. Kapağını ekel. Kapak, kapaklı yansı ağıl olmaydı. Bu qopoqni iliqqa ep yurish apsiz kelib beshiq bekitibdi. Qopig'i bakam. Buni Chaq qo'ydim. qopig'i yo'g'on bo'lgan bilib birlardan ismi chiqdi. Qaltis keltirdi jimi. Manda qildi. He. Chak yozsak chak yozdik. Cho'q. Çak 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 çak. Mana qildi. Mening ismim bilan He. sening ismingni yozamiz. He. Sen tatda He. kimning ismi qo'lga chiqsa shu mashrab o'tkazib olsin. Ikkimizdan aytdi nima? Ikkimizdan aytini. Birisini olamanmi? Olsan. Ma'qul. Bitta yozazkam ikkimizning ismini. Sening savoding bo'lgan kelsa yozing. Ashta qilsak bu haq bo'lar. He. Kafka. Mashrab yozaversin. Ha, mana men yordamchimi? O'tag'in kim birlarni ol, non moshinda Yazamdan. Yozam. Voy o'tag'in. Yo, to'xta. Har ikkilisiga Ayso deb yozsam. Va qanday oldu davka? Ana ismi Ayso, mana ismi Ayso chiqsin. Va bu atlaşmaydı. Jinim fikrim. Sen ma ishimizni o'tirib kiysavatni bilmaysan. Men mushunday qilib dedimdan men qachon dedim olma buni. Dediganda beri meni arg'imni shotli qo'yib. Vay bu manda xasiyat bilan adovatlarni qilmaydi bo'ldi. Voy yozg'ina. Voy yozay yozay. Aysa. Yana Aysa. Aka bo'ldi. Bitti. Bitti. Tutdimi? Endi buning qopoq bo'lmasin. Qopoq emas, qalpoq bor, mana qalpoq bor. Qalpoq bor. Qalpoq mana opishgan shu qopoq. Bu bo'ldiki. Qala ichiga. Birsi Davud Polta, birsi Aysami? Albatta shunda. Aka, birsi Tatay. Xalqining tata. Muborak bo'lsin. Davud aka, Nashiddinga muborak bo'lsin. Mana shuna. Nima chaynaysan uni? Soni chiqib qopga qo'sholig'im yutyaptim. Nima chiqib qoldi? Oho, akaya mübarek olsun cuma. Ana bu anam Ayso chiqdi bu. Ama Aysa aka, yemetkin Davud'ka aka. Ey! Ayso! Oh! Allomat. Davka, mübarek olsun ha. Qalbi qildim. İşte, Gülçay aldın ha. Abi Men olamdim. Ey, yana men Gulchay olamdim. Davka. Yurtimizga keldi No'ruz, keldi navbahar, gül çiçekler qenib içdi agiz suyini. Sen tursan qarliq tog'da, yiroq chegrada, shamollardan avatman bahar kuyini. Tövəndə Şinjan Hərbi Rayon Sənət Ümügünün yaş naxçısı Xəlida Osmanның icrasıdır naxşa Bahardakı Seviniş. Mərhəmət.